Jahongir Tursunqulov va Farruxbek Ibragimovlar hozir oktagonga chiqib borishadi. Navbatdagi jang vazn o'sha. Tursunqulov Jahongir Jizzax. Yana bir bor e'lon qilinyapti. Surxondaryo. Jahongir Tursunqulov, Farruxbek Ibragimov. Demak, Surxondaryo viloyat vakili ham o'z joyini egalladi. Kayfiyat yomon emas jangchilarda. Tursunqulov Jahongir. Referi esa oktagon sosiz holatida bo'lganidan keyingina jangni davom ettirishga ijozat beradi. Stop round. Demak, jang boshlandi. Yana bir bor aytib o'taman, eslatib o'taman do'stlar, 83 kg 900 gram yaxshi leg kick. Low kick ortidan. Zarbasiz kirib, qanday takedown, ammo ushlash holati oyog'ini o'tkazib bo'lmasa, biroz qiyin kechadi. O'tkazish qiyin bunday vaziyatda oyoqni va yon taraflama nazorat. Asosiy mount o'tishga harakat qilmoqda. Belni ushlashga urinyapti, chiqib ketdi shu jarayondan. Ro'y tarzda bosim uyushtiryapti. Bir hujumda, ikkinchisi esa himoyada. Albatta takedown amalga oshmaslikni astoydil harakat qilyapti. Bu yerdan qarshi hujumga ham o'tib ketish imkoniyati bor. Joylash uchun kurash. Biroz noqulay tarafga shaxsan menga ko'rinmayapti ochiqdan aytaman do'stlar. Endi o'ylaymizki hamma joyda tuzzada qorin qismiga zarba. Biroz. Vaziyatni. Ammo mana shu nazorat ham oktagon chetida, bu ham inobatga olinadi. Aslini olganda buni ham ta'kidlab o'tishimiz lozim. Tinimsiz bosim o'tkazishga harakat qilyapti Ibragimov. Tinimsiz do'stlar. Takedown bor endi. Gardda Ibragimov. Ushbu raundda jiddiy farq bo'lmaydi-ku, ya'ni katta farq bo'lmaydi, ammo kichik ustunlik baribir qizil burchakdagi jangchida bo'ladi, chunki ko'proq
bosim uyushtirdi. Oktagon chetida nazorat qilishga muvaffaq bo'ldi. Takedown amalga oshirdi. Buning natijasida bu raundni endi bemalol Farruxbek Ibragimov foydasiga yozib qo'ysak bo'laveradi. Ko'ramiz, hali oldinda yana 2 raund jang bor. Vaziyatni o'zgartirishga harakat qilish kerak. Jizzax viloyat vakili faulroq bu raundda jang olib borishga kerak. Yaxshi low kick zarbalari bor edi, ishlatyapti. Lat kick va low kick. Ammo qanday cross-on qo'l yuqoridan Ibragimovdan. Qisman bordi, baribir mo'ljalga ta'sir o'tkazadi bunday zarbalar. O'ng qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba Tursunqulov ijrosida havoda qolib ketmoqda. Ilib olishga, o'sha bitta zarbada tutib olishga harakat qilishyapti. Bir-birlarini. Low kick. Baribir takedown bor. Yon taraflama nazoratga o'tib oldi. Yo'q, qiyin endi bu fantastika biroz. Mount bosqichma-bosqich o'tdi. Back mount holati. Oyoq o'tkazib olindi va mana endi juda qulay vaziyat. Ushbu jarayonda Farruxbek Ibragimov uchun guard o'tishga harakat qilyapti. Yana ustunlik, yana nazorat baribir bevosita Surxondaryo viloyat vakilida. Shoshilmayapti. Klassik uslubda o'sha qorin-bosh zarbalari. Mana bu yerda hammer fistlar uchta ketma-ket va arimbarga o'tishga harakat qilmoqda. Hozir mana shu vaziyatdan unumli foydalanishi mumkin Jizzax viloyat vakili. Agarda vaziyatni yakuniga yetkazib, raqibni qo'lindagi bog'ichni uzib olsa, mana bu vaziyatda murakkab, ammo vaqt yetmadi. Vaqt yetmadi ushbu jarayonda Jahongir Tursunqulov uchun. Ammo bahsda g'alaba qozonish imkoniyati bor ekanligini ko'rayapmiz. Bu vaziyatda Uchinchi raund do'stlar, 3-raund boshlandi. Jismoniy jihat asosiy planga o'tadigan raund. Oktagonda bu jangdagi tayyorgarlik ko'rsin. Cross o'tmadi, Ibragimov darhol oyoqqa tashlandi.
bo'ynidan ushlash holatini yuzaga keltirishga harakat qilmoqda Jizzax viloyat vakili. Buning uchun oyog'ini o'tkazib olish kerak. Oyog'ini o'tkazib olish esa oson ish emas, ko'rib turibmiz. Ibragimov bunga imkoniyat bermayapti va yon taraflama nazoratni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Darhol Mountga o'tishga urinib ko'rdi-yu, ammo bermadi Tursunqulov. Bunday imkoniyat raqibga. Kuzatamiz. Ikkinchi bor urinish Mount holatiga o'tishdi va o'tib olmoqda bu vaziyatda. Mountga va bu vaziyatdan zarbalar yo'llayapti Tursunqulov. Bardoshli ekanligini ko'rsatyapti Ibragimov. Back Mountga o'tadimi? Oyog'ini bog'lashi kerak Back Mount holatida to'liq. Bunga imkoniyat bermayapti hozircha Tursunqulov. Yaxshilab ushlab olgan holda Mount yana Mount qo'lirsa bog'ladimi bir qo'lini? Yo'q, bog'lamadi. Tinimsiz zarbalar beryapti. Boshqa iloji yo'q edi. Tursunqulov aylanib olishi kerak edi. Tinimsiz mana bunday zarbalar qabul qilib olish yaxshi emas. Belni nazoratga ushlashga harakat qilyapti va back mountga o'tishga urinib ko'radi. Turyapti Tursunqulov, anan jismonan baquvvat jangchi ekanligini ko'ryapmiz. Ammo texnik salohiyat ham juda muhim. Qo'yib yubormayapti, e'tibor qarating, qo'yib yubormayapti raqibni. To'g'ri ushlab olgan holda vaqt juda oz qolgan, aylantirib tashlayapti, ammo va hozir back mountga o'tib olishi mumkin. Bermayapti, baribir nazoratni bermayapti Farruxbek. Va so'nggi 10 soniya qolmoqda ushbu jang yakuniga yetishiga. Chalg'ib ketishdi. Yaxshi jang bo'ldi har ikkala sportchi tomonidan. Borini berishdi. Buni ko'rayapmiz. Ammo g'olib bitta bo'ladi. Kamlar chaqishgan. Bu jangda 3-4 hisob bilan Qizil Burchak sportchi g'alaba qozondi. Barcha raundlarni o'ziniki qilib oldi Farruxbek Ibragimov va keyingi bosqichga yo'l olmoqda.